Boshida menga kurs qimmatdek tuyuldi va to'lashga ozgina qiynalgan vaqtlarim ham bo'ldi. Lekin mana bugun biz eng oxirgi darsda o'tiribmiz. O'z to'lagan pulimga, vaqtimga umuman achinmayman. Juda ham ko'p o'sha to'lagan narximdan ko'ra ko'proq o'zimga foyda ola oldim deb o'ylayman. Men bu kursga kelib, nafaqat notiqlikni, balki o'zimni ruhiyatimga, sog'lig'imga va rivojlanishdagi kerak bo'lgan barcha bilimlarni oldim. Bundan men juda ham xursandman. Ustozlarimga buning uchun katta rahmatlarimni aytaman. Menga eng yoqqan dars tog' darsi bo'ldi. Men anchadan beri o'zimni izlab yurgan edim. O'zimni topdim tog' darsida. Tog' darsida o'z ruhiyatimni angladim, kerakli yo'nalishlarni oldim va maqsadlarimni qo'ya oldim. Barcha shu notiqlik ilmini olmoqchi bo'lgan va o'zini rivojlantirmoqchi bo'lgan insonlarga bu kursni tavsiya qilib qolaman.